Erkak eshitishi kerak, unga aytib turish kerak, siz zo'rsiz, siz ajoyib insonsiz, siz menga keraksiz, sizga rahmat, minnatdorman deb va hokazo. Biz даже rahmatni qizg'anamiz-ku erkakdan. Hattoki rahmat deyishni bilmaymiz. Minnatdor bo'lishi, ichimizdan quchoqlab rahmat, sizga boringizga shukur deb qattiq o'pib ham qo'ymaymiz. Yo'q, kibrcha qo'ymaydi ichkarida. Qanday qilib borib o'pish mumkin yoki rahmat aytish mumkin? Shungami? Shu bittagina shu qilgan ishigami? Net. O'zingni qo'lga tut, kerak emas. O'zingni ham yerga urma. Obro'yingni o'yla deysizda, o'zingizga o'zingiz ruxsat bermaysiz. Bitta erkakni maqtashga, uni quchoqlab qo'yishga, o'pishga, minnatdor bo'lishga, sevgi izhor qilishga. İchingizda mingta ustanovkalaringiz bor. U menga birinchi sevgi izhor qilsin, keyin men unga sevgi izhor qilaman. U birinchi menga rahmat aytsin, keyin men unga rahmat aytaman. U birinchi qilsin, u birinchi ketdi. Bir umr o'zingizlar ichingizda turmush o'rtog'ingizlar bilan olishib yashaysizlar. Qachonki u birinchi qilsa, o'shanda men qilaman. Qachonki u birinchi bo'lsa, keyin men qadam qo'yaman. Qo'yib yuboring, hamma ustanovkalaringizni olib tashlang, shunchaki yashang, mazza qiling. Rahmat aytgingiz kelyaptimi? Rahmat deng. O'pgingiz kelyaptimi? O'ping. Maqtagingiz kelyaptimi? Maqtang. Eshitsin shu gaplarni, bechora eshitsin qulog'i bilan sizdan